Bolgar urug'larini saralayapmiz. Apot 3 kasal hosil bermaydigan bolgar urug'lari. Bu tarafda sog'lom urug'lar chiqyapti. 1,5 ming volt kuchlanishdan o'tkazyapti. Bolgar urug'larning nurlash jarayoni kasalliklarga bardoshligini oshirib, ichki kasalliklarni o'ldirib davolab beradi. Ultrabinafsha nur. Mana Rishtoli akalarning bolgarskiy urug'lari tayyor bo'ldi. Bolgarskiy qalampir, pomidor ekadigan ko'chat yetishtirgan akalar bemalol murojaat qilaverasizlar.